Mana xudo xolasa inshaalloh. Mana shu bolani ko'rib olinglar, mana shu bola. Tanib olinglar shu bolani. Aeroportning qirollaridan bittasi shu bola bo'ladi. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Xudo xolasa aeroport Bunuqo'ga keldik. Mana akalarni olib inshaalloh ular oilaviy chiroyli qilib Xudo xolasa registratsiyalardan o'tkazamiz. Birinchi etaj A9 ga kelinglar desak, mana A9 shu bo'ladi azizlar. Mana Prilyot, birinchi etaj. Mana beton bo'ladi tepasi, stalba mana. Qaysi deysizlar-ku, mana shu A9. Aeroport uni qo'ygan, kirib oldik inshaalloh. Aka, qalay bo'ldi? Kirishlar yaxshimi? Kirishlar yaxshi. Qadagilar adashmanglar tanlovda. Mustafa Airways eng zo'r tanlov sizlar uchun. Xudo xolasa. Pobeda kompaniyasidan uchishyapti bular Toshkentga. Inshaalloh hozir registratsiyadan o'tkazib, chiroyli qilib kirgizib yuboramiz bularni. Sizlar yana bitta narsani aytib o'tib qo'ying, mana bu qaranglar. Bunuqo aeroportida eng zo'r tavsiya bu zalda oxiriga kelasizlar, mana qaranglar. 128 140 mana ko'ryapsizlar. Bu yerda Pobeda aviakompaniyasini registraturasi bo'ladi. Pobeda kompaniyani qayerga uchishidan qat'iy nazar shu yerda bo'ladi. 128 dan 140 ga bo'ladi. Keyingisi masalan apteka mana. Bundan keyingisi ko'ryapsizlarmi? Eng kerakli joy mana. Mechit, namozxona. Yonida tahoratxonasi bor, bu yerda masjid bor. Kirib, bemalol namozinglarni o'qib, shoshilmasdan ketsanglar bo'ladi. Bu ham bitta kerakli narsa. Shuning uchun sizlarga tavsiya. Azizlar, registratsiyadan o'tkazdik tog'a. Qalay bo'ldi? Hammasi yaxshi. Zo'rmi? Registratsiyalardan ham yengil o'tib ketdik. Chiroyliga? Juda chiroyli. O'zimiz mana turib, xudo xolasa inshaalloh. Rahmat. O'tgan yili ham o'zimdan uchgan ekan tog'am. O'zim kuzatgan ekanman. Oilasi bilan ekan hozir. Olib kelib mana olib kirib ketyapmiz, xudo xolasa ajdan zalga. Chiroyli qilib inshaalloh o'tkazib yuboramiz. Shunaqa arzon biletlar, hujjatida muammosi borlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar o'tkazamiz. Ya'ni qaranglar. Bu Pobeda kompaniya registratsiyasi bo'ladigan tomon. Bu yer 1831 deb qo'yadi mana. Qaranglar, 1831 bu ziloniy koridor. Ya'ni pasport kontrol, samolyotga chiqib ketish joy. To'g'rida mana shu zalda to'g'risi oxirida 51, 52, 53, 54 da O'zbekiston havo yo'llari bo'ladi. Ular ham shu 1831 ga kelib ajdaniya zaliga kirib ketadi. Shunaqa tushunmagan narsalar tushuntirib qo'yay deyman-da. Birinchi marta buni ko'rdan tushayotganlar. Mana ziloniy koridor. Mana O'zbekiston havo yo'llari bo'ladigan tomon bu. Mana 232-kassa. O'zbekiston havo yo'llarining kassasi. Lekin bu yerda O'zbekiston havo yo'llarining kassasida anaqaga asosan bagaj oplata qilishadi. Hozir Urganch Buxoro reysi bo'layotgan mana. Urganch bilan Buxoro reysi bo'layotgan. Qaranglar havo yo'llari. Urganch ham Buxoro ham 23 kilo, 8 kilo bagaj. Aeroport Bunuqo'ni metro vixtiga desak, mana metro vixti mana. Shuni ro'parasi mana A11 bo'ladi azizlar. Bunuqo aeroportiga hozir saprovojdayshilarni, ya'ni kuzatuvchilarni kirgizmayapti.
Bu metrodan ham kirib ketsanglar bo'ladi azizlar. Mana bu Richterdan kirib ketsanglar bo'ladi. I xona liftdan bor. Liftdan ham kirib ketsanglar bo'ladi. Biz endi parkovkaga qo'yamiz mashinani. Parkovkada chiroyli qilib olib kuzatib chiqamiz. Mashina ham haligi xotirjam turadi parkovkada azizlar. Mashinada qaytib ketaman kuzatib deydiganlarga mana podzimnoy xod bor. Shu yer tagida podzimnoy xod bilan chiqqaninglarda o'na ostanovka. Ostanovkaga avtobus keladi. Salyarova metroga boradigan. Mana xohlasanglar mana peshoxoddan ham o'tsanglar bo'ladi.